Assalomu alaykum hammaga. Bugun aynan pulga nisbatan asl munosabat haqida gaplashamiz. Mavzuga kirishdan oldin esa pul bu nimaligini his qilib olishimiz kerak bo'ladi. Pul bu nima? Pul bu sizni ichki holatingiz, ya'ni energiyangiz, qilayotgan mehnatingiz, asl xizmatingizni moddiyat ko'rinishida kirib kelishini ko'rsatadigan resursingizdir. Masalan, inson xafagarchilik, g'azab, aybdorlik, nafrat holatida bo'lsa, shu ongda bo'lsa, demakki pul shu ongda kirib kelishni boshlaydi. Demakki, bundan ko'rishimiz mumkin, pul oqimi torayishini kuzatishimiz mumkin. Agardagi inson sevgi, xursandchilik, beg'arazlik, saxiylik ongida holatida bo'lsa, demakki pul u insonda oqimi kengayayotganini ko'rishimiz mumkin. Va shundan kelib chiqadi savol. Pulga nisbatan bizda qanaqa munosabatdamiz? Pulni biz qanaqa holatda hayotimizga kirgizyapmiz? Bunga hozir javob beraman. Hech o'ylab ko'rganmisiz, pulga qanaqa munosabatdasiz? Masalan, men ancha yillar davomida pulga nisbatan munosabatim xuddiki u kirdek, men uni o'zimdan itarishni, qabul qilmasligim ko'p kuzatilgan. Chunki ko'p shu ibora ongimda takrorlangan. Pul qo'lni kiri. Atrof muhitimizda, yashayotgan joyimizda pullarga nisbatan juda ham og'riqli dasturlarni ko'rsatib berishganki, vaziyatlar ko'rsatib berishganki, xuddi shu iborani oddiy holatda ham takrorlashganda ongsiz ravishda shu dastur menda yuklanishi boshlangan. Demakki, men pulni ko'rganimda undan o'zimni itarishni, xuddi kir narsadek uni o'zimdan qabul qilmaslik jarayonlarini ko'p yashab o'tganman. Shuning uchun ham siz his qilib ko'ring. Aynan bugun shu video orqali o'zingizda anglab ko'ring. Pulga nisbatan qanaqa munosabatdasiz? Pulga nisbatan qanaqa nazardasiz? Chunki ko'pchilik inson baribir pulga nisbatan jamiyatni har xil yashayotgan joyini, jamiyatni har xil stereotip shablonlari asosida biz bilsak bilmasak bu platformalar, ong dasturlari bizda aks etishni boshlaydi. Shuning uchun ham birinchi navbatda biz his qilib ko'rishimiz kerak va o'zimizga savol berishimiz kerak. Pulga nisbatan munosabatim meni qanaqa? Pulni ko'rganimda men qanaqa his qilyapman? Qanaqa emotsiya menda his qilinyapti? Qanaqa uni o'zimda qabul qilyapman? Pul topganimda men qanaqa inson bo'laman? Chunki bilamizki, yana bitta insonlarning xatosi pulni ular birinchi o'ringa qo'yishni boshlaydi. Pul qonun bo'yicha pulni inson o'zidan ustun qo'yishni boshlaydi, yaqinlaridan ustun qo'yishni boshlaydi. Pulga nisbatan qiyshiq nazari orqali pulni o'zidan noto'g'ri fikrlar orqali toraytirishni boshlaydi. Pulni biz o'zimizni xuddiki bir qismimiz sifatida yashash uchun bizga xizmati sifatida unga ardoqlashimiz kerak va hurmatda bo'lishimiz eng muhim aspektlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun o'ylab ko'ring, qanaqa siz munosabatdasiz, qanaqa uni his qilyapsiz. Va agarda siz o'sha momentda, o'sha holatda yozib chiqqaningizda balkim o'zingizni ushlaganingizda pulni his qilganingizda, qanaqa munosabatdaligingizni his qilganingizda va o'sha munosabatni tan olganingizda o'zingizda, u avtomat ravishda sizda unga bo'lgan munosabatingiz o'zgarishni boshlaydi. Va munosabat o'zgarganda, ya'ni nazarimiz o'zgarganida, bu bizni tashqari olamimizda pulni oqimini kengayishiga, yaxshi hayot yashashga, har tomonlama qulay hayotda yashashga sizga yordam beradi. Bugungi videoyimiz sizga berayotgan axborotimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like va kommentariy yozib qolishingizni so'rab qolardim va menga bu turtki bo'lardi keyingi videolarni qo'yishim uchun. Har biringizga tashakkur etaman. Har biringizni sevib qolaman.